Do'stlar, men ko'p gapiryapman. Alisher Navoiy kutubxonasiga borib ishonmasanglar tekshirib ko'ringlar. U yerda rus kampirlar bor. 101, 107 yoshga kirganlar. Undan ham ko'proq yoshga kirishadi. Nimaga bilasiz ularmi? Ularga 107 yoshga kirishdi. Ular kitob o'qiydilar va davomini bilgilari keladi. Bizda yomon narsalar nima bilasizmi? Amma qimni gapirib bering. Pensiya chiqib olganimizdan keyin uyda o'tirib qolamiz va zerikishni boshlaymiz. Yaqinda bir shogirdim gapirib qoldi-da. Ustozimga savol berdim. Ustoz, bu kitoblaringizni qachon o'qib olasiz? Qachon bu tamom bo'ladi? Birinchidan kitoblarim aynib qolmaydi. Ertaga pensiyaga chiqaman-ku, nima qilaman? Kitoblarimni o'qib o'tiraman. Agar kitob o'qimasangiz, uzoqqa yetib borish qiyin. Yana bir narsani gapirib beraman, Mirzakorim Norbekovning gaplari. Bir kuni Mirzakorim Norbekov otasiga savol berdi. Ota, nima uchun siz do'stlaringizga qo'shilmaysiz? Do'stlaringiz juda chiroyli, kostyum shimlari bor, mashinalari bor. Siz yosh bolalar bilan o'ynaysiz dedi. O'ynaysiz dedilar. Otam savolimga javob qaytarmadi. Oradan 30 yil vaqt o'tdi. Otam savolimga javob qaytardi. Bolam, esingdami shu bunaqa savol bergan edik? Ha, ota, esimda shunday savol bergan edim. Otam aytdilar. Shu havas qilayotgan do'stlarim qayerda? Ada, bittasi ham qolmadi, hammasi o'lib bo'ldi. Bitta siz qoldingiz. Bolam, bilarmiding meni astmam borligini? Bilarmiding meni yuragim bir marta infarkt bo'lganini? Agar meni u do'stlarimga qo'shilganimda nima bo'lardi? Ular kasalliklar, muammolar to'g'risida gapiradilar. Men ham uzoqqa bormasdan ketgan bo'lardim. Meni yosh bolalar bilan o'ylaydi deding. Bilib olgin, bolam, haqiqiy hayotda yosh bolalar yashaydi. Ular hech qachon o'lim, kasallik va muammolar haqida gapirmaydilar. Tirik kitob degan narsani odamlar reklama qilib yotibdi. Bu Umid degan do'stimiz bor, u podkast qilib uni olib chiqdi. Bizda kitob masalasi, kitob o'qishlik muammosi bo'lganligi uchun uni ko'pchilik juda ko'p kitob o'qigan ekan deb qarsak cholishdi. Bu yaxshi. Kitobni targ'ibotiga yaxshi. Lekin kitobni tahlil qilib o'qimasa, nima foyda, nima zararligini ajratmasa, ko'p kitob o'qishlik zarar beradi odamga. Ko'p kitob o'qigan odamning aksariyati dovdir bo'lib qoladi. Hali yaxshi ishlamaydi bo'lib qoladi. Ko'p kitob o'qish maqsad emas o'zi. Maqsad to'g'ri kitob. Endi u odamni kitob ko'p o'qigan deyishyapti. Meni bilishimcha u kitob ko'p o'qimagan. Battan sitatalarni yodlab olgan. Chunki kitobni ko'p o'qigan odam O'zbekistonda Ibn Sino haqida o'zbek jamiyatiga bu odam 3 ta odamga aroq ichishi ruxsat bergan demasida, kitob ko'p o'qigan odam farosati bo'lish kerak. To'g'rimi? Ibn Sinoni haqida bir o'rus yozgan narsani gapirishi bu odamni ko'p kitob o'qimaganiga dalil. O'ruslarni qanaqadir iqtibosini o'qib olgan. Chunki bizda SSR davrida Ibn Sino qochgan, musulmonlar odamni qornini yorish taqiqlagan degan gapni chiqarishgan. Unaqa emaski. Birinchi bo'lib operatsiyalar musulmonlar qilgan. Operatsiya asbob anjomlarini birinchi bo'lib Ibn Haysamga o'xshagan ulamolar taklif qilgan. Ular insonni tibbiyotida birinchi qadam tashlashgan. Ibn Sinoni muammoga uchratgan narsa uni tibbiyoti bo'lmagan. Ibn Sino o'sha davrlarda muammoga uchragan bo'lsa, falsafasi bilan, faylasuf bo'lgan. Falsafasi bilan muammoga uchragan siyosiy ma'noda. Lekin uni musulmonlar ta'qib qilmagan, musulmonlar uni o'ldirmagan yoki quvmagan. Endi shu odamni shunaqa deyapti. Qayerdan oldingiz? Men yozdim izohlariga o'ziga. Qayerdan oldingiz? Bu keltiring javob. Payg'ambarimiz undoq deganlari, shayton undoq degan. U hadis emas u. Siz ham tagibdasi yozibdi. Nima bitta hadis bo'lmasa ham, baribir chiroyli narsa aytayapti-ku deydi. Yo'q. Payg'ambar aytayapti deganda chiroyli narsa u o'tmaydi. Payg'ambar aytmagan gapni aytdi deyish juda xatarli narsa. Allohning nomidan gapirish u. Payg'ambarlik da'vo qilish u. Payg'ambarning gapi vahiy hisoblanadi bizning e'tiqodimizda. Buni juda ehtiyot bo'lish kerak. Payg'ambar aytdi deyish uchun san'at kerak. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda larzaga solayotgan va turli fikrlarga, mulohazalarga, olqishlarga sabab bo'lgan Xayrulla Asadov haqida tirik kitob. Ya'ni ushbu inson kechagina yonini tarafini olayotganlar bugun qaysidir ma'noda salbiy fikrlar bilan turli xildagi kommentlar, izohlar
va hokazo videolar bilan chiqishmoqda. Aslida bizga Xayrulla Asadovni shaxsiyati muhim emas. U aytgan gaplar muhim va u aytgan gaplar ichida ham olinadigan gaplar bor va olinmaydigan gaplar bor. Chunki komil inson, aqli teran inson har bir insonni, ya'ni kim bo'lishidan qat'iy nazar, u inson 100% gapini inobatga olishi kerak emas. Ya'ni o'ziga keraklisini olinadi va kerak emasligini o'sha qo'yib qo'yiladi. Ya'ni unga salbiy fikr bildirmasdan. Aslida Xayrulla Asadov sizga o'qish haqida aytdi va kitob o'qing va kitob sizga eng yaxshi do'st va o'sha hayot yo'lingizda ham kerakli ekanligini aytib o'tdi. Biz esa u insonni shaxsiyatiga o'tib ketib xato qilmadikmi? Hozirgi kunda ko'pchilik ijtimoiy tarmoqlarda u inson haqida salbiy videolar va fikrlar bildirishmoqda. Xo'sh, bu inson kitob o'qing deya qaysidir bir kitobni targ'ib qildimi? Ya'ni qaysidir bir kitobda aynan o'sha kitobni o'qish kerakligi haqida targ'ib qildimi? Yo'q. Bu inson umumiy ma'noda kitob o'qishligi haqida fikrlar bildirdi. Bugungi kunimizga nazar soladigan bo'lsak, kitob o'qimaslikning oqibatida yoshlarimiz o'rtasida turli xil jinoyatlar, turli xildagi illatlar va ajrimlar ko'payib bormoqda. Nimaga deysizmi? Chunki yoshlar o'rtasida agar kitob o'qilganda edi, yo bo'lmasa o'sha kitobni oila davrasida oldingi davrlarda o'qib berganda edi, o'shanda balki o'sha ajrashishlar kam bo'lardi. Sababi ibratli hikoyalar, ibratli voqealar va realda hayotda bo'lgan voqealar asosida o'sha kitoblar yoziladi va o'sha kitoblar insonlar tomonidan yaratiladi. Xo'sh aziz do'stlar, bugun gapim bilan nima demoqchiman? Xayrulla Asadov haqida biz o'sha insonni shaxsiyatiga o'tib ketmasdan, agar kitob o'qimaslik kerak bo'ladigan bo'lsa, ochiq oydin aytib qo'yaverish kerak. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Ya'ni u inson kitobga targ'ib qildimi, siz uni agar fikri yoqmayotgan bo'lsa, kitob o'qimanglar, kitob kerak emas deb chiqinglar, bo'ldi. Nima keragi bor? Bir inson o'zini shaxsiy fikrini, o'zini qaysidir ma'noda gaplarini aytib chiqdi va haqiqatdan insonlar ilmga chanqoq ekanki, bu insonni gapi yoqdi. Va biz demoqchimizki, Xayrulla Asadov hamma aytgan gaplari to'g'ri, yo bo'lmasa o'sha hamma aytgan gaplarida jon bor demoqchi emasmiz. U insonni olinadigan gaplari bor va olinmaydigan gaplari bor. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Olim bo'lsa ham va qaysidir ma'noda faylasuf bo'lsa ham o'sha inson olinadigan gaplarni olasiz va olinmaydigan gaplarini olmaysiz va qo'yib qo'yasiz va u insonni shaxsiyatiga o'tmasdan u insonni qilayotgan ishlarida qaytanga yordam berish kerak. Ba'zi bir o'sha vaynerlar chiqsa, bachkana videolar bilan yo bo'lmasa qaysidir ma'noda o'shanaqa videolar bilan ibratli videolar olib chiqyapmiz deb chiqqan taqdirda o'shalarni qo'llab-quvvatlaymiz. Va keyin yana vaqt o'tgandan keyin esa bu xato yo bo'lmasa bu to'g'ri degan fikrlarni ham olg'a suramiz. Xuddi shu holat Xayrulla Asadovda ham bo'ldi. Boshida bu insonni ko'pchilik maqtadi va olqishladi va oxirida esa hozirgi kunda bilmadim nima uchun bu insonga nisbatan qarshi fikrlar va videolar chiqmoqda. Biz bu insonni tarafini, ya'ni o'zim tarafini olib chiqish niyatim yo'q. Ya'ni bu insonning shaxsiyatiga hali ham o'tganim yo'q. Chunki shaxsiyati men uchun muhim emas. Lekin aytgan gaplari, ya'ni kitob o'qi degan gapi o'sha insonni muhim. Bo'ldi, boshqa gaplarni olish shart emas. Va bu insonni qaysidir ma'noda odamlarga gaplari yoqdiki, o'sha paytgacha ham, ya'ni Xayrulla Asadovgacha ham kitob o'qing degan insonlar bor edi. Lekin kitob o'qing degan insonlarning gaplari bu darajada ommalashib ketmagan edi. Aziz do'stlar, ushbu video bilan demoqchimanki, har bitta inson yaxshilikni olib chiqayotgan bo'lsa, o'sha yaxshilikni olish kerak va kerakmasini eshitmaslik kerak va o'ziga keraklisini olasiz va o'sha shaxsiyatiga o'tib ketmaysiz, bo'ldi. U kasal bo'ladimi, nogiron bo'ladimi, mayli, u shaxsiyatiga o'tmaylik. Agar kasal bo'ladigan bo'lsa, qo'ldan kelgancha imkonimiz bo'lsa yordam qilaylik, imkonimiz bo'lmasa shaxsiyatiga o'tib turli xildagi fikrlarni bildirmaylik. Aziz do'stlar, xo'p, ushbu videoni kommentariyasida ochib qo'yaman, o'z izohlaringizni yozib qoldiring hamda
Xayrullo Asadovni aslida kitob o'qing degan gapini oling va qolgan gaplari siz uchun muhim emas va kitob o'qishda davom etaylik, kitob o'qiylik do'stlar.